کشتی برمان لیلی 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 جان 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 ما را کشتی برمان لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران نزدیک استی پریوار وای وای ظلم جان خستی یاری نزدیک استی پریوار وای وای ظلم جان خستی یاری لیلی 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 جان 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 ما را کشتی برمان لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران سرمه بد چشمی دیگش وای وای سرمه بد چشمان شود سرمه بد چشمی دیگش وای وای سرمه بد چشمان شود لیلی 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 جان 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 ما را کشتی برمان لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران و تو میزون دل بر جان وای وای دو چشمانت دل برین و تو میزون دل بر جان وای وای دو چشمانت دل برین لیلی 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 جان 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 ما را کشتی برمان لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران لیلی 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 جان 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 ما را کشتی برمان لیلی قشلاقنا آمدی وای وای دلی من کردی ویران rahmat. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli tele tomoshabinlar. Efirda yana Oydin hayot live dasturi. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Bugun qarang, mart oyining so'nggi kuni, ya'ni 31-mart. Qolaversa, haftaning avvali dushanba. Biz yana jonli efirda sizlar bilanmiz. Assalomu alaykum, xayrli aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Sizni yana ko'rganimizdan benihoyat mamnunmiz. Sizni ko'pchilik juda ham yaxshi tanisa-da, hurmat yuzasidan bir bora tanishtirib o'tishga ijozat berasiz. Aziz muxlislar, guvoh bo'lganingizdek, bugun dasturimiz mehmoni, aziz mehmoni O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining Milliy qo'shiqchilik kafedrasi professori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi unvoni sohibi Xayrulla Lutfullayev bo'ladilar. Assalomu alaykum, yana bir bora xush kelibsiz. Marhamat, suhbat uchun divandan o'rningizni egallasangiz. Hop. Xush kelibsiz yana bir bora studiyamizga. Marhamat. Kayfiyatingiz a'lo ko'rinib turibdi. Albatta. Bayramlar muborak bo'lsin. Chunki Ramazon hayitini nishonlayapmiz. Albatta. To'g'ri. Imkoniyatdan foydalanib butun yurtimni, xalqimizni, qarindosh urug'larimizni, ota-onalarimizni hammalarini mana shu bayram bilan, chin yurakdan hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Har kunimiz mana shunday quvnoq o'tsin. Aytganingiz kelsin. Marhamat. Umringiz uzoq bo'lsin. Va Xayrulla aka, bugun juda ham bir o'ziga xos sana. Bugun oddiy kun emas, chunki bugun Markaziy Osiyo xalqlari uchun tarixiy sana. Boisi bugun 31-mart kuni O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston yetakchilari Xo'jand shahrida yig'ilib, xalqimiz farovonligiga, kelajagiga daxldor masalalar muhokamasi uchun uchrashmoqda. O'zbekiston prezidentining tinchlikparvar, do'stona siyosati,
qat'iy irodasi tufayli muayyan yillar davomida yaqin qo'shnilar orasida bo'lgan o'sha sovuqchilik, qolaversa nizolar bartaraf etildi. O'zaro mehr oqibat rishtalari esa qayta tiklandi. Bu natija nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shnilarimizda ham tarixiy sana sifatida to'g'risini aytganda keng nishonlanmoqda, bayram qilinmoqda. Albatta bu hammamizni quvontiradi. Albatta, xayrliki siz mana shu ikkita davrni ko'rgan, guvohi bo'lgan insonsiz. Mana shu voqeliklar bilan bog'liq taassurotlaringiz, his-hayajonlaringiz, xotiralaringiz. Men quvnoqligim bugun ham hayit bayrami bo'lsa, mana shu bugungi aytyapsizlar, 3 ta respublikani rahbarlari birlashib, mana shunday uchrashuv o'tkazildi. Bu hammamiz uchun, butun yurtimiz uchun bu juda quvnoq voqea. Endi men to'g'ri yoshligimda yangi ko'zga ko'ringan paytimda san'atkor bo'lib, butun mana O'zbekistondan Chimkentga, Qozog'istonga, Tojikistonga, Lenobodga, Qirg'izistonga, O'shga, hamma joyga borib konsertlar qo'yardik. Do'stlarimiz bo'lardi. Ularning qo'shiqlarini aytardik, bizning qo'shiqlarimizni aytishardi. Orada hech qanaqa bir tafovut bo'lgan emas. Faqat do'stlar bilan uchrashuv, bir-birimizni yaxshi kunlarimizda, bayramlarimizda, xalqimizning bayramlarida borib bir-birimizni tabriklardik, o'ynab kulib kelardik. Eng keyingi paytda ozgina shu narsaga sal unda yopilib qolgandan keyin hammamizni ham qalbimizda bir shunday bir nima paydo bo'ldiki, qani edi yana o'sha davrga yetib kelsak-da, butun xalqimizni, qardosh xalqlarimizni, qarindosh urug'larimizni, do'stlarimizni, hamkasblarimizni san'at, chunki hammamizni qo'shiqlarimizni san'atkorlar bir qirg'izlarning qo'shig'i bormi, qozoq qo'shiqlari bormi, tojik hammasini, turkman qo'shiqlarini hammasini aytib yurardik. Chunki biz xayrliki uzr gapingiz bo'ldi, o'sha qo'shni davlatlar bilan qarindoshchilik rishtalarini birlashtirganmiz. Budandachilik bo'lgan. Qolaversa ularni siz aytgandek yaxshi kunlarda, har doim yonlarida turganmiz. Va qolaversa men o'zim ham eslayman, yaqin kunlarda men o'zim ham Qirg'iziston chegarasini bosib o'tib, u yerda Shohimardonga borib sayohat qildim. O'shanda haqiqatan ham u yerda yurtdoshlarimiz, qirg'iz xalqlari, o'zbek xalqlari haqiqatan ham baribir yaqinligini bildirib turibdi. Albatta, hammamizda taassurot, shaxsan o'zimda shunday taassurotki, men mana shu qirg'izlar, tojiklar, qozoqlar, o'zbeklar, turkmanlarni bitta oilaning farzandi, aka-uka, opa-singildek his qilamiz-da. Undan boshqachasi bo'lishi mumkin emas. Turkiston o'lkasi, Turkiston. Turkiy millatlar bir-biri bilan shunday bir qalin yaqin bo'lgan. Men masalan mana o'sha paytlarda O'shda o'zbeklar ham ko'p bo'lardi. Borib konsertlar qo'yardik. Birinchi qismida O'sh teatrini san'atkorlari chiqardi, keyin ikkinchi qismida men chiqardim. 1 soat, 1,5 soat mana shu xalqimizga, mana Chimkentda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Mana Xo'jandda shunaqa bo'lardi, ilgari Lenobod edik. Xo'jandlar o'ynagani bo'sh vaqtimizda do'stlarimizga borib o'ynab 1 kun, 2 kun dam olib, mashg'ulot qilib, suhbat qurib ham qaytib kelaverardik. Mana endi hozirgi paytda chegaralar obtashalanib, bemalol bir-biri bilan bordi keldini qila oladigan insonlar ko'payapti. Shunday vaqtlar bo'ldiki, xayrliki hattoki nafaqat yaxshi kunlarda, to'ylarda, balki o'sha ma'rakalarga ham bir-biriga borib kela olmaydigan armon bo'lganlar. Armon bo'lib qoldi-ku. Qarindosh urug'lar vafot etadi, bora olmaydi. Mana shunaqa kunlarni ham ko'rdik. Endi mana Xudoga shukrki, Allohdan so'ragan edik, hammasi mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan shunday qo'ni-qo'shnichilikni davom ettirib, devorlarni olib tashalardi, eshiklarni olib tashalardi, bemalol borib mana konsertlar qo'yyapmiz. Qarindosh urug'larnikiga, to'ylarga, do'stlarnikiga borib suhbatlar quryapmiz, bir-birimizdan ko'p narsa olyapmiz. Chunki san'atimizda ham orada unaqa farq yo'q, deyarli farq yo'q. Shuhrat, xayrliki, mana shu bugun amalga oshirilayotgan ishlar kelajak avlod uchun ham katta mukofot-da. Mana biz o'sha xalqlarni o'sha bir-biriga aka-singil, opa-singilligini his qilib o'sganmiz. Orada qisqa qanaqadir o'ziga xos tanaffuslar bo'ldi. Endi kelajak avlod mana shundan mosuvo bo'lmasligi uchun bu katta qadam qo'yilyapti. Juda zo'r bo'lyapti.
nabiralar uchun, bizni avlodimiz uchun, bolalar uchun ham. Xursandchiligimiz butun xalqimizni xursandchiligi. Biz endi san'atkor xalq ichida yuramizda. Kattani ham ichida yuramiz, o'rta yoshlikni ham, yoshlarni ham ichida yuramiz. Hammalari mana shu nimalar ochib tashlanganidan hammalari xursand, bemalol borib kelinyapti. Mana men o'zim shaxsan mana Tojikistonga borib keldim, Denovodga borib keldim, Chimkildaga borib keldim. Xotiralar yangilangandir. Xayrul aka, bolalik haqida do'stlarimiz kelib, quchoqlashib, Xudoga shukr, mana diydor ko'rishdik, yana zo'r bo'lyapti deb quvonib yurish. Shuning uchun ham bugungi sanani qardosh qo'shnilarimiz ham, o'zimizni yurtdoshlarimiz ham keng bayram sifatida qarshi olyapti. Qo'shaloq bayram qilyapti. Haqiqatan ham qo'shaloq bayramda. Xayrli aka, inson xotirasi, hayoti xotiralar bilan juda go'zalda. Endi o'zingizni bolaligingizga qaytsak, bolaligingizni eslagan paytda ko'proq nimalar ko'z oldingizdan o'tadi? Shular haqida ham bilmoqchiman. Mana hozir yuzingizga ham bolalarga xos bir beg'ubor tabassum paydo bo'ldi. Endi biz bolalligimiz deyapmiz, lekin siz baribir sizni bolaligingiz baribir o'zimiz uchun ham ko'proq qiziqda. Endi mani bolaligim nima deydi, unaqa judayam quvnoq to'qchilikda o'tgan emas. Bu endi albatta shu 45-yilda tug'ilgan bo'lsam, taxminan 10 yoshlardan keyingi voqealarni aytaman-da. Chunki bizni davrimizda hamma uydagilar, ota-onalar farzandlarini hunar o'rganishga undardi-da. Har bir insonni o'zini, san'atkorlarni ham o'zini hammalarini hunari bo'lardi. Xayrul aka, balki shuning uchun otangiz rahmatli avval boshda sizni san'at yo'lini tanlashingizga qarshi bo'lgandir. Shunaqa gaplarni eshitgandim. Nima bo'ldi? Fikrlari o'zgarib qoldi. Shu mana shu 12-13 yoshimdan boshlab rubob olib, chalib yurgan paytimda otam rahmatli juda nomason odam edilar. 5 aka-uka edilar, bular amakalarim. Hammalari eskichaga o'qishgan, madrasalarda o'qishgan nimalar edi. Hammalari kasbchilik qilishardi. Otam rahmatli ham chaqirib olib 3-4 marta, "Ey, o'g'lim, buni qo'y, bu narsaga berilib ketma. Mana kasbchilikni o'rgan." Chunki amakim Fayzullo amakim bo'lardilar, shu hujralar bo'lardi, o'sha yerda mahsi, etik, kovush tikardilar, borib tomosha qilib turardim. Juda quvnoq amakim edilar. Mana shu Ma'murjon Uzoqovlarnikini, Jo'raxon Sultonovlarnikini, Komiljon Otaniyozovlarni qo'shiqlarini xirgoyi qilib, mahsi etik tikardilar. O'sha kim biladi, balki shulardan ham o'tganmi menga. Mana shunaqa qilib, yo kelgan qo'ni-qo'shnilarnikiga davralarda sekin eshitib qolibdilar-da, shunda adam rahmatli okamni chaqirib, Sharibullo degan okam bo'lardilar, mendan 10 yosh katta. Sharibullo, bu ukangni ovozi yaxshi ekan-a? Yaxshi aytyapti shularni. Degandan keyin menga shu haligi yo'l berganlaridek bo'lganda shundan keyin davom ettirib ketilgan. Demak, sizdagi qobiliyatni ko'rib, sizga ruxsat va o'zlarining oq fotihalarni bergan ekanlar-da. Endi hozir Xayrul aka, shu 13 yoshimdan boshlab bir sozlarda ijro qilardim dedingizda, shundan hozir bir savol paydo bo'ldi. Katta avlod san'atkorlarini eslaganimizda, ular bizni ko'z o'ngimizda qo'llarida soz bilan gavdalanishadi-da. Albatta, misol qiladigan bo'lsak, o'sha Faxriddin Umarov, Fattoxon Mamadaliyevni, keyinchalik Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev, siz mana buni yaqqol bir misolisiz. Xuddi shunday. Hozir esa o'sha xonandalarimizda mana shu o'ziga xoslik biroz yo'qolib borayotgandek. Hozir siz o'sha san'atkor sifatida, tajribali san'atkor ham ustoz sifatida har bitta san'atkorning musiqa sozini chalishni bilishining ahamiyati haqida to'xtatsangiz. Men ko'p davralarda, mana teleekranlarda ham, suhbatlarda, matbuotlarda ham hamma joyda menga savol berishadi. Haqiqatan ham men aytamanki, o'zi soz chalib qo'shiq aytgan san'atkor butun san'atkor bo'ladi. Butun san'atkor bo'ladi. Chunki har xil vaziyatda bo'ladi inson ovozi. Charchagan bo'ladi, uyqusizlik bo'ladi, shunda ovoziga ta'sir qiladi. Endi o'zi soz chalib aytsa, o'zini ovoziga, holatiga qarab turib pardani bosadi. Mana shu tomondan qulayligi shunda. Ko'p juda men 50 yil, 55 yildan beri mana shu gapni gapirib kelamanki, o'zi soz chalib
aytgan san'atkor butun san'atkor bo'ladi. Hali aytganingizdek, ustozlarimiz hammasi o'zlari dutor, tambur, g'itchak, nay hammalari cholg'u chalishgan. Cholg'u bilan qo'shiq aytilgan. O'shaning uchun ham o'sha to'la san'atkor deyapsiz-ku. to'liq san'atkor bo'ldi. Demak, aytmoqchisizki, hozirgi san'atkorlar ham to'liq san'atkor bo'lishi uchun yoshlarga men tavsiya qilaman shuni. Men Yaxshi institutda bo'ladi. ham, mana o'zim bilan menda dars o'qiyotgan bergan jarayonlarda buni darslarda ham hammalariga aytaman. Lekin bizni institutimizda ham qo'shiq o'rgansa, shu bilan birga soz chalishni ham o'rgatadigan domlalar bor. Ularga ham kirib soz o'rganadi. Haliki bir suhbatda mashhur hofiz ustoz san'atkor Jo'raxon Sultonovning duosini olgan san'atkor ekanligingizni aytib o'tgan ekansiz. Bu holat qanday bo'lgan? Endi hamma to'ylarga, hashamlarga ham katta san'atkorlarni olib kela olmasdi. To'g'risi. Shu bizning qo'shnimiz bo'lardi, juda boyvuchcharoq odam edi. Shu kishi sunnat to'yi qilgan o'g'liga-da, shunda Jo'raxon Sultonovni olib kelishgan. Juda katta davra bo'lgan, hovlilarda bo'lardi to'ylar, fayzli bo'lardi. Shunda Jo'raxon Sultonov kelganlar, yonlarida o'zlarini hamkasblari bilan, shogirdlari bilan kelib, mana shu karavatda o'tirishib, ilgari so'ri deymiz-ku, shu yerda o'tirib, qo'shiq aytishayotgan paytda men borib, yonlarida turib, pastdan eshitib turgandim. Keyin qo'shiqni aytib bo'lganlarida keyin bunday qarab, "Ha, nima qilib turibsan? O'ynamaysanmi bolalar bilan?" Men aytdim, "Yo, men ashula eshityapman. Sen yaxshi ko'rasanmi? Sen ham san'atkor bo'lasanmi, qo'shiqchi bo'lasanmi, hofiz bo'lasanmi?" desa, "Men juda ham yaxshi ko'raman qo'shiqlarni. Hozir ham sekin-sekin aytib yuribman. Sen bo'lmasam bizga o'xshagan mashhur qo'shiqchi bugun Allohu akbar deb ana nima Paytda necha yosh bo'lgansiz endi? O'sha paytlarda o'sha 14-15 yoshim. 14 o'sha endi ruboblarni chalib boshlab kelayotgan paytimizda. O'shalik otamiz yaxshi bo'pti-yu, ruxsat beraylik degan fotihani berganlardan keyin. Endi nafaqat ularni butun o'zimizdan yosh katta mana Orif Ali Mahsumov, Orif Xatamov, ko'pchilik hofizlarni baribir duolarini olganmiz. Faxriddin Umarovni men eng katta shogirdlariman. Xudo rahmat qilsin. Birga bir qilib qo'shiqlarni aytardim. Hamma qo'shiqlarini bitta, ikkita eshitganimda yodlab ham kuyini, ham so'zlarini yodlab oladigan shunaqa qobiliyatim bor edi. Mana shularni ham, shu ustozlarni ham hammalarini duosini olganman. Haliki suhbat davomida u davrlar, bu davrlar dedik, hattoki shu davrlar ham bo'ldiki, qaysidir davrlarda tojikcha qo'shiqlarni aytishga ruxsat berilmagan paytlar. Men shuni aytmoqchi edim. Shunaqa davrlar ham bo'ldi. Haligi eshiklar yopilib, boshqa respublikalarga bora olmaydigan bo'lib qolganimizdan keyin qo'ni-qo'shnilarga, qarindoshlarga, hattoki o'zimizda tojikcha qo'shiq aytmaylar degan paytlar ham bo'ldi. Shunaqa davr ham bo'ldi. Bu juda ham bizni dilimizni og'ritardi. Chunki tojikcha qo'shiqlarni, jomiyni g'azallarini ko'p fors tilida o'rganilgan, aytilgan. Mana masalan jomiyni Ushoq Sodirxon degan qo'shiqlarni shu yoshligimizda o'rganamiz. Bayak karashma Zulayho randan bayak karashma Zulayho vashidli moro. Bu qanday maza? Qarab ko'rdingizmi? So'zda ozgina nima bo'lmasa agar kuy qo'shiq hammamizniki bir xil. O'rta Osiyodagi bir xil jaranglaydi. Haliki sizni repertuaringizda tojikcha qo'shiqlar ham juda ko'p. Tojikcha qo'shiq aytyapmiz, bordi keldi bo'lgandan keyin, Lendobodga borgandan keyin, masalan, yoki Dushanbaga borgandan keyin tojikcha qo'shiq aytmasak bo'ladimi? Kelinlardan birini hozir eshitaylik. Savolingiz bormi? Mana shu voqelik xalqni, o'sha tinglovchilarni qon-qoniga sinib ketgan ekan. Bitta misolni aytsam, kecha biz oila davrasida katta opa-singillar, jiyanlar hamma yig'ilib, ertaga men ketishim kerak, Oydin hayot live dasturiga xayrli lutflar kelar ekanlar, birga olib borishim kerak ekan desam, kenja singlim Dono ana shu qo'shiqdan 2
misrani aytib, mana shu qo'shiqni ijro etganlarida tojik tilidagi qo'shiqni o'sha keltirildi-da. Demak, bu o'sha xalqni ko'nglidan joy olgan, singan va sog'inilgan qo'shiqlar xayrli ekan. Albatta. Demak, bugun teletomoshabinlarimizni ana shu sog'inchlarini bir tojikcha qo'shiq bilan biroz bo'lsa-da qondirsak. Bajonida, bajonida. Marhamat. Xayrli to'g'risini aytsam-chi, nafaqat biza, balki oshxonada turgan Shahnoza qizimiz ham qo'shiqlaringizga, tojikcha qo'shiqlaringizga jim tura olmasdan raqslarga tushib ketdi to'g'risi. Albatta, Shuhrat bilasizmi? Chunki Shahnozamiz ham tojik farzandi, o'zbek dilbandi. Maza qilib raqsga tushdilar. Juda ham men qoyil qoldim. Men hattoki borib bu yoqqa tortishga ham xo'sh bo'ldi. Tushsizlarni deb keldi. Va xayrli aka, o'zbekchasidan ham bo'lsin.
va xayrli mana shu hozirgi mana Oydin hayot live dasturini sahnasida bo'lgan voqelik yana bir bora qardosh xalqlarni hech qanday vaqtinchalik voqealar ajrata olmasligiga bitta guvoh bo'ldi. Xuddi shunday. Hali aytdim-ku, meni quvonchim ichimga sig'mayapti mana shu. Chunki bemalol yana ijod qilamiz xalqlarimiz bilan birga, qardoshlarimiz birga, biz san'atkorlar bir-birimizdan ruhlanib yangi qo'shiqlar, kuylar yaratamiz. Aytganingiz kelsa, xayrli keling, ana shu hayajonni endi o'zbek tilidagi yana bitta chiroyli qo'shiq bilan, bitta hay-hay bilan. Jonim bilan. Men endi borgan joyimda unaqa bitta ikkita ashula aytib ketgan emasman. 5 talab, 10 talab, 15 talab aytganman, mayli endi. Joningiz sog' bo'lsin. Shuning uchun har qancha xalqimizga qo'shiq aytsak, biz yanada ilhomlanamiz. Va biz tele tomoshabinlarimizni mana shu go'zal qo'shiqqa birgalikda raqsga tushishga chorlab qolamiz.
Qoraqalpog'iston xalq artisti Xayrilla aka Lutfullayev. Rahmat Xayrilla aka. Xayrilla aka, qirg'iz qizlarimizni raqslari sizga qanchalik ma'qul bo'ldi? O'zbek navolariga. Aytyapman-ku, hech bizni san'atimizda unaqa ajratadigan joyi yo'q. Mana bizning o'zbek qo'shiqlariga qirg'iz qizlarimiz, raqqosalarimiz qanday bir maza qilib raqsga tushdi. Bularni ko'rib meni ilhom yana ham oshib ketdi. Xayrilla aka, qarang, bugun siz boshchiligingizda bizni Oydin hayot live studiyasida bir tomonda tojik qizlarimiz, bir tomonda qirg'iz qizlarimiz, markazda o'zbek ayollari bitta navoga o'sha chin dildan raqsga cholamiz. Bu yana bir bora xalqlarimiz do'stligini, qarindosh urug'chiligimizni, quda andachiligimizni va o'zaro mehr oqibatimizning bardavom bo'lishini bitta timsoli bo'ldi. Mana shunday go'zal ko'rsatuvni boshlab berdingiz. Unga fayz kirgizganingiz uchun bugungi bayramni o'ziga xos bir ta'kidlash nuqtai nazaridan adashmasam a'lo bahoga ko'rsatuvni boshlab oldik. Bunda sizni ishtirokingiz katta bo'ldi. Endi nima deydi Barnoxon, Shuhratjon? Men sizlarni mana shunday ko'rsatuvlarni olib borishinglarni har doim kuzatib boraman-da. Men chunki o'sha uyda o'tirganda sizlarni mana shu olib borayotganliklarini ko'rib, o'sha yerda o'tirib ham o'zim zavqlanib ketaman. Shular bilan bir suhbatlansam degan, suhbatlashsam degan niyatda yuraman. Bugun shunga mana muyassar bo'ldi. Sizcha Xayrilla aka, mana bolalik paytimizda sizni televizorda ko'rganimizda yoningizda turarmikimiz edi. Biz ham orzu qilgan edik. Mana qarang. Rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Xayrilla aka, bizni ham, bizni teletomoshabinlarimizni ham go'zal bir duolar qiling, qalbingizda o'tgan shunday bir tilaklaringiz bo'lsinki, har bitta yaxshi inson o'zi uchun ham, atrofdagilari uchun ham faqat yaxshiliklarni olib keladigan go'zal orzulari, niyatlari amalga oshib yursin deymiz. Albatta, mana ro'za Ramazon hayitlarini nishonlayapmiz. Bugun eng ulug' kunlardan bittasi. 12 oy bo'lsa, 12 oyning ichida mana shu Ramazon oyi eng ulug' oylardan hisoblanar ekan. Bunda qancha xonadonlarimizda yosh kattalar duo qildiki, yurtimizga duo qildi. Yurtimiz tinch bo'lsin dedi. Rahbarlarimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilandi. Albatta biz san'atkorlarning ham niyatimiz shuki, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz san'atkorlar nima qilamiz? Har doim mana shu tinchlikni, mana qo'shiqlarimiz bugun nima uchun yangrayapti? Yurtimiz tinch bo'lganligi uchun yangrayapti. Shuning uchun yurtimizga ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Rahmat Xayrilla aka, kelganingizdan boshimiz osmonlarga yetdi. Rahmat. Sizga ham ko'z tegmasin Xayrilla aka, sizni ham yaratganni panohiga topshirdik. Kelasi yil shu kunlarda, mana shu bayramlarda yana mana shunday sog'lik, salomatlikda ko'rishlar nasib qilsin. Studiyamizni xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etishingiz mumkin. Biz birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozir esa qisqagina tanaffus bizda. Rahmat Xayrilla aka. O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi. Biz esa oshxonada suhbatimizni davom ettiramiz. Barnom mehmonimizni tanishtiring. Mehmonimiz allaqachon yulduzga aylanib ulgurdilar, lekin shunga qaramasdan hozir tanishtirib qo'yaman. Demak, bugun oshxonamizda futbolga Shahnoza Qashirboyeva. Shahnozaxon, assalomu alaykum yana bir bora studiyamizga xush kelibsiz. O'ziga xos kayfiyat uchun albatta sizga minnatdorlik bildiramiz. Juda ham yarashdi raqs harakatlaringiz. Hamma narsaga ulgurdingiz-da. Shahnoza, bu yerda hamma narsani tayyorladingiz, qolaversa raqslarga ham jim turmadingiz-da. Biz bilan birgalikda kerak bo'lsa bizdan ham ortiq chiroyli raqslar bilan fayz kiritdingiz. Shahnozaxon, bugun siz qadrdon qo'shnilarimizdan bo'lgan tojik oshxonasiga murojaat qildingiz va qolaversa bugun nimalarni tayyorladingiz va tayyorlab bermoqchisiz? O'zdan eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ekran qarshida kuzatib turgan aziz kuzatuvchilar, kirib kelgan hayit ayyomi bilan hammani muborakbod etaman.
Bugun kuxnyamizda, dasturxonimizda tojik millatiga mansub qurtoba taomi hamda immunitetlarga boy kokteyl tayyorlayapmiz. Ajoyib. Qaysi birini ta'riflashdan boshlaysiz Shahnoza? Kokteylnimi, qurtobanimi? Keling, qurtobadan boshlasak. Marhamat. Hozir juda ham urfga kirib, juda ham Trendga modaga chiqqan. aylandi. Sizga shu yordam taom. beraymi, Shahnoza? Ha, Marhamat. Hop. Buni o'ziga Nima xosligi. yordam kerak? Sizga qanaqa nima qiling? Qurtobani o'zi asosiy ingrediyentlarini tanishtirib o'taman. Bu yoqda patir, qurtni ezilgan issiq suvga namlangan suvi. Solingmi? Soling siz. Hammasini? Aylantirib, chiroyli qilib Shuhrat akangiz qotiradilar, qoyil qiladilar oshxonada. Sizga ishonaman. Xo'p, siz endi buni tarkibi, sifatlari, jihatlari haqida gapiravering, Shahnoza. Tarkibida patir, qurtni ezilgan suvi hamda achuchu salati bo'ladi. Qurtni qancha suvga solib qo'yishingiz kerak? Ezib, suv bilan aralashtirib, sraz sovoramiz Juda issig'ida. ham yaxshi. Mana tayyor bo'lgan achuchumuzni ham aralashtirib solamiz. Aylantirib. Keyin asosiy buni yana mazza ta'm beradigan ingrediyenti bu sariyog'da qovurilgan go'sht bo'ladi. Go'shti ham bormi bunda? Go'shtlarni ham tayyor qilib qo'yganmiz. Shuhrat hech kimni xafa qilmaydigan taomda, go'shtxo'rlar uchun, o'txo'rlar uchun, o'sha sut mahsulotlarini yaxshi ko'radiganlar uchun, nonni yaxshi ko'radiganlar uchun, sariyog'ni yaxshi ko'radiganlar uchun Bittada hammasi. hammasi bittada. Hech kim ko'nglini qoldirmaydigan taom. Go'sht qanaqa? Mol go'shti, qo'y go'shti? Mol go'shtiga, asosan mol go'shtiga qilinadigan taom. Sariyog'ga pishirdingiz. Sariyog'ga qovurib, ozgina suv bilan dimlab qo'ydik. Shahnoza, hozir mana shu taomni juda ham ko'pchilik uyda ham tayyorlab ko'rishga harakat qilishyapti, tayyorlashyapti, kimdadir o'xshayapti, kimdadir o'ziga xos qo'shimchalari bor. Agarda siz mabodo mana shu taomni tarixi bilan qiziqqan bo'lsangiz, shu haqda ikki og'iz aytib o'tsangiz. Chunki yuqorida biz aytdik, Shahnoza tojik, otalar tojik millatiga mansub, onalari o'zbek qizi. Demak, har ikkala oshxonani ham birdek o'zlashtirsangiz, bu sizning katta yutug'ingiz bo'ladi. Shunday emasmi? Harakat qilamiz, harakat qilyapmiz. Qurtobani dadangiz yoshliklarida yegan ekanmilar, bu jonli tayyorlashgan ekanmi yoki bu hozir so'nggi zamonaviy variantimi bu? O'zi qurtobani men yoshligimdan iste'mol qilganman, yeganman. To'g'rirog'i momo deyshadi, bizda momolarimiz tayyorlab berishgan. Hozir yana bu o'zbek kuxnyasiga ham kirib keldi. Hamda уже не только o'zbek, balkim dunyoga trend bo'lib kirib keldi taom. Bu nima deyapti endi? Nasional Mana taom deyapti bo'ladi. Shahnoza. Shuhrat, tatib ko'r meni, yeb ko'r, baho ber, a'lodon. Go'shti ham o'sha tuzi, hammasi Dudlangan go'shtdan. hammasi joyida ekan. Avvaldan dudlab tayyorlangan go'sht. Juda ham yaxshi. Endi to'yimliligi haqida gap bo'lishi mumkin emas, lekin mazaliligi haqida Shuhratdan so'raylik. Shuhrat har Mazasi holda yaxshi, menga yoqdi. Go'shtini pishishi, hamma mazasi yaxshi. Oling, yeb ko'ring siz ham. nonlar bilan, patirlari bilan. Shuhrat, qizlarimizni borligi yaxshi va ijtimoiy tarmoqlarda foydali ma'lumotlardan foydalangani yaxshi. Oilamizda ham qilishyapti qizlar, musobaqalashib. Juda ham yaxshi. Va to'yinlilik jihatidan buni bitta yeb olasiz, shu bilan bir kuningizga ovqat. Bunga umuman kuch sonasi ham bo'lar ekan-da, qurtni tuzi Qurtni o'zini tuzi bo'ladi, patirni o'zini tuzi bo'ladi, hamda faqat shakarobni, achuchuni aralashtirsangiz bo'ladi tuz bilan. Ajoyib. Desertsiz bo'lmaydi albatta. Desert o'rnida mana immunitetga boy, tetiklantiruvchi kotlet. Nima bu endi? Banan. Kokteyl. Men endi shu kokteyldan tatib ko'raman. Shuhrat, hamma narsa sizga bo'lib ketmasin. Mana Ramazonda oshxonada bir narsalarni tatib ko'rishanchi sog'indiga, Shuhrat. Endi kokteylning tarkibi. Banan, sut, xurmo, yong'oq bo'ldi. Quyitirilgan sut. Quyiltirilgan sut bo'ladi tarkibida. Hammasini blender qilib olamiz. Bunga xurmo ham qo'shgansiz, shuning uchun rangi o'sha Temniy. kapuchino rangi shu. Shirasi ham xurmoni shirasi, buni. Ozgina quyiltirilgan sut solganim hisobiga ham shirin, mazali. Yana qanaqa tojikcha taomlarni bilasiz? Milliy taomlardan. Endi biz ko'proq O'zbekistonda yashaganimiz uchun o'zbek taomlari bilan hamnafasmiz. Shahnoza, yana bitta narsani so'ramoqchiman. Yuqorida Xayrli Lutfullayevning qo'shiqlariga bir dil bilan raqsga tushdingizda, tojik tilini ham bilasizmi? Tojik tilini bilaman, albatta. Bilasiz, ikkita til. Albatta, dadamning tili bo'lganligi uchun dadam tojik millatiga mansub bo'lganim uchun bilaman. Ajoyib, juda ham yaxshi. Bekorga so'ramadim, chunki yashayotgan hududi bilan bog'liq kimlardir o'zini ona tilini, kimlardir otasini, avlodlar tilini unutib qo'yish ham bor. Sizda katta yutug'ingiz bor.
birdaniga ikkita til bilan tug'ilgansiz desak ham bo'ladi. Ajoyib, juda ham yaxshi. Bu sohani qachondan boshlagansiz? Qachondan beri futbolchilik faoliyati? Oshpaz hamda konditerlik yo'nalishi bo'yicha kamida 6 yil tajribaga egaman. Bu tagida, bu faoliyati tagida dadamni, onamni mehnatlari bor. Chunki otam ham, onam ham oshpazlar. Onam konditerlar, dadam oshpazlar. Bilan olib ketganman, ikkita tushunarli. Shahnoza, oilada qardosh millatlar bilan qudandachilik ko'pmi? Bormi shunaqalar? Yo'q. Faqat sizning ota-onangiz. Men o'zim ham o'zbek millatiga turmushga chiqqanman. Tojikcha qo'shiqlarni eshitganda boshqacha yayrayotgansiz, jim tura olmas ekansiz. Chunki baribir qonimda bor-da. Juda ham yaxshi. Ko'rinib turibdi. Juda ham yaxshi. Shahnoza, bugungi taomlar uchun, tayyorlangan kokteyl uchun 5 baho. Shundaymi, Shuhrat? A'lo. A'lo baho. 5 dan ham yuqorisi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Oida Hayot Live dasturi studiyasi, mo'jazgina oshxonamiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, sizni yana oshxonada ko'rsak xursand bo'lamiz. Endi esa Shuhrat, biz esa navbatni Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli xonandasi Mushtariy Begim Akbar va ijrosidagi tojikcha bir qo'shiq bilan davom ettiramiz. Shahnoza raqsida siz. Marhamat. از تادی دل کنا جان تادی دل کنا از تادی دل کنا جان تادی دل کنا وز بساز قد بیاد ترد می خدر دل کنا وز بساز قد بیاد ترد می خدر دل کنا از تادی دل کنا جان تادی دل کنا از تادی دل کنا جان تادی دل کنا وز بساز قد بیاد ترد می خدر دل کنا وز بساز قد بیاد ترد می خدر دل کنا بول تا بانمد حکو دگیاد کنا از تادی دل کنا جان تادی دل کنا خود منتظر است اینجا حبابات کنا از تادی دل کنا جان تادی دل کنا ما بالد اما زرس اما امید از تادیل دل کنا خود جان تادیل دل کنا بود منتظر است اینجا حبابات کنا از تادیل دل کنا خود جان تادیل دل کنا از تادیل دل کنا خود جان تادیل دل کنا وز بساز قد بیان ترمی خدر گیل 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 کنا رفتن کار در میانی دخترا کف دادن کار بچه رفتن کار در میانی دخترا کف دادن کار یه بفتم بیروان بیگورا من کشتل کار گفتم بیروان بیگورا من کشتل کار گیریا و آهزار و قسم کار گیریا و آهزار و قسم کار ایلای خدا کنم بیایی ایلای وای علمی جدایی ایلای خدا کنم بیایی ایلای وای علمی جدایی
rahmat. mushtariyligi. Salomat bo'ling. O'ziga xos bir qo'shiq bo'ldi. Juda ham yaxshi. Va biz dasturimiz davomida sizdan yana bir qo'shiq tinglaymiz. Aha, ungacha esa marhamat tashqaridan tomosha qilib turishingiz mumkin. Rahmat. Mushtariy begim, sizlarga katta rahmat. Aytib o'tganimizdek, ketib qolish yo'q. Dasturimiz hali davom etadi. O'tirib tursanglar, chiroyli. Baribir bu ham bayramda nima yarashadi? Albatta qo'shiqlar, san'atkorlar yarashadi. Albatta. Rahmat. Biz esa albatta navbatdagi mehmonlarimizni taklif qilamiz. Navbatda O'zbekiston Qirg'iz Milliy madaniyati markazi faollari opa-singil Anora hamda Mahbuba Jabborovalarga beramiz. Ular hozir bizga o'ziga xos qirg'iz raqslaridan bittasini ijro etib berishadi. Va alaykum assalom, marhamat. Rahmat. Kelinglar, marhamat. Judayam bir yoqimli, judayam o'ziga xos tarona ekan-a qizlar. Judayam chiroyli raqsga tushdinglar. O'zim ham bir qilib tomosha qildim. Mikrofon bor. Studiyamizga xush kelibsizlar. Tanishib olaylik. kelibsizlar. Qaysi birilar Anora, qaysi birilar Mahbuba? Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Anora, bular Mahbuba. Kim opa, kim singil? Men opasiman. Juda ham yaxshi. Qizlar studiyamizga xush kelibsizlar. Mana sabr bilan dasturimiz avvalidan beri tomosha qilib kuzatib turibsizlar. Umid qilamanki, dasturimiz sizlarga ham yoqyapti bu yerda. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda, bayramona ruhda o'tkazilmoqda dastur. Albatta. Qo'shaloq bayram, Hayit bayrami. Mana bugun o'sha yurtboshlarimiz birgalikda juda ham katta bir tarixiy sanani bir bayram qilyapmiz. Ha, ular amalga oshirishyapti, biz bayram qilyapmiz va bilishimizcha sizlar O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lgansizlar, lekin shunga qaramasdan qarindosh urug'lar, ota-onalarning aka-ukalari, opa-singillari bo'lishi kerak. Mana shular haqida bordi, keldilar, kelib ketishlar, qudandachilik. Albatta, barchangizni bugungi katta shodiyona bayram bilan, ya'ni Ramazon hayiti bayrami bilan o'tgan Navro'z umumxalq bayrami bilan bugungi kunda juda ham katta tantana bo'lmoqda. Aynan qirg'izlar yashovchi chekka-chekka qishloqlarda ham o'sha O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston o'rtasidagi do'stlik aloqalarini tarannum etgan juda katta tantanalar bo'lib o'tmoqda. Va O'zbekiston ko'p millatli mamlakat. Bugungi kunda yurtimizda 130 dan ziyod
turli millat va elat vakillari do'stlikda, tinchlikda, hamjihatlikda yashab kelmoqdalar. O'zbekistonda 300 mingdan ziyod qirg'iz millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ular asosan Andijonda, Namangan, Farg'ona va Jizzax shaharlarida yashaydilar va O'zbekistonni o'z ona vatani deb biladilar. Mana qolaversa, siz hozirgina aytib o'tdingiz, Navro'z bayramlari o'zi mart oyi bayramlarga boy oy hisoblanadi. Mana shu Navro'z bayramlari qo'shni qirg'iz xalqlari bilan o'zbek xalqlarining orasidagi qanaqa farqlari bor, qanaqa o'xshash jihatlari bor? Mana shularni ham aytib o'tinglar endi. Albatta biz mana yaqinda Navro'z umumxalq bayramini nishonladik Yangi O'zbekiston bog'ida. Barcha millat vakillari o'zlarining milliy uylarida, ya'ni biz qirg'iz, qozoq, tojik, turkman millatlari o'zimizning milliy o'tovlarimizdan Navro'z ayyomini kutib oldik. Barchamiz o'zimizning milliy qo'l hunarmandchilik ko'rgazmalarimiz bilan, milliy raqslarimiz, milliy liboslarimizda, taomlar bilan, albatta milliy taomlarimiz, urf-odat, qadriyatlarimiz bilan birga ishtirok etdik. Albatta turli millat vakillarining o'rtasida unchalik ham katta farq yo'q. Bari bir-biriga o'xshash. Albatta taomlarimiz qozoq va qirg'iz xalqida besh barmoq taomlari bor. Bu bizning eng asosiy taomimiz hisoblanadi. Bir-biriga juda ham o'xshash. Mahbuba, endi siz ham gapiring. Mana siz ham qirg'iz oshxonasi, o'zbek oshxonasi, sizga qaysi oshxonalar ko'proq yoqadi o'zi taomlari? Menga o'zbek milliy taomlari ham yoqadi. Qirg'iz milliy taomlaridan g'ilmindi. G'ilmindi qilinadi, juda ham yaxshi ko'ramiz, sevib iste'mol qilamiz. O'zingiz ham tayyorlab turasizmi? O'zimiz ham uyda oyim bilan tayyorlab turamiz. Bayram kunlari o'zi aslida qirg'iz oshxonasida qanaqa taomlar ko'p tayyorlanadi? Bayram kunlari asosan bo'g'irsoq, g'ilmindi, keyin qatlama taomi. Qizlar hamma o'zbekcha, hamma o'zbekcha ovqatlarni O'xshash aytyapsiz. Juda o'xshash qaynatma sho'rva, lag'mon, juda ham bir-birimiz, oshxonamiz ham, tillarimiz ham, umumiy urf-odatlarimiz bir-biriga yaqin va ko'p asrlik do'stligimiz, o'zaro bir-birimizga bo'lgan hurmat bizni bog'lab turadi. To'g'ri aytasiz. O'zi mana shu siz aytgandek o'sha viloyatlarga chiqqan paytimizda yoki qo'shni qirg'iz davlatiga chiqqanimizda ham, Qozog'istonga borgan paytimda ham shu narsani bilasizmi? Shaxsan o'zim men bir boshqa davlatga keldim deb his qilmayman hech ham. O'zbekcha gapirsangiz, o'zbekcha gapirishadi. Ikki og'iz agar siz qirg'izcha yoki qozoqchani bilsangiz, ular ham xuddi shunaqa javob beraveramiz. Shaxsan o'zimda shu narsalar hech ham bir bo'lmaganda, qarindosh, urug' o'sha qudandachilik. Mana so'nggi yillarda muhtaram prezidentimizning sa'y-harakatlari, siyosiy irodalari tufayli O'zbekiston, Qirg'iziston o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik munosabatlarimiz, do'stlik aloqalarimiz har tomonlama barcha sohalarda, tarmoqlarda o'zini ifodasini ko'rsatmoqda. Shu jumladan O'zbekiston, Qirg'izistonni bog'lab turuvchi viloyatlarimizdagi barcha chegaralarning ochilishi, o'zbek-qirg'iz do'stligini, mana shu do'stlik ko'prigi juda ham bizni qarindoshligimizni, bordi keldi aloqalarimizni yanada mustahkamlab yo'lga qo'yib berdi va mana shu oddiy ID karta orqali bir-birimizga borib kelmoqdamiz. Hech qanday kutishlarsiz, hech qanday ko'p vaqt talab qilmaydi. Xullas, O'zbekistonda barcha millatlar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratilgan. Mana shu urf-odatlarimizni, madaniyat, an'analarimizni rivojlantirishimiz uchun, yosh avlodlarga mana shu qadriyatlarni yetkazib borish uchun hamma shart-sharoitlar to'liq yaratib berilgan va qonun bilan kafolatlangan. Bu imkoniyatlardan to'laqonli hammamiz Foydalanishimiz kerak. Lozim. Va albatta mana shu sohaga har birimiz o'z kasbimizdan kelib chiqib hissamizni qo'shgimiz keladi, mas'uliyatni his qilamiz. Ayniqsa san'at bilan sport sohasi har qanday bir chegaralarni shunday olib tashlaydigan, xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan sohalar hisoblanadi va qizlar san'at borasida umuman kelajakda rejalar qanday, oldinda qanaqadir tadbirlar kutyapti, katta-katta tantanalar. Shular haqida ham ikki og'iz. Albatta, mana har yili O'zbekistonda Qirg'iziston madaniyat kunlari o'tkaziladi. Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyat kunlari. San'at, madaniyat bu xalqlarni birlashtirib turuvchi eng katta ko'prik hisoblanadi. Bizda har yili mana shu O'zbekistonda Qirg'iziston madaniyat kunlari ochilish arafasida juda ham katta bayram tadbirlari o'tkaziladi. Biz ham u yerda albatta o'zimizning mana shunday milliy qirg'iz milliy kuy-qo'shiqlarimiz, raqslarimiz bilan ishtirok etib kelmoqdamiz va turli millat vakillari bilan qo'lni-qo'lga berib, yelkama-yelka juda ham katta tantana bilan do'stligimizni nishonlaymiz.
O'zbekistonda bag'rikenglik muhiti hukmronlik qilmoqda va biz bundan juda ham xursandmiz. Qizlar, bizda sizga, qolaversa barcha qirg'iz xalqiga atalgan sovg'amiz bor. Hozir esa davramizga Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli xonandasi Mushtariy Begim Akbarova repertuarlaridan bitta qirg'izcha qo'shiqni mazza qilib istamiz. Bayram sovg'asi sifatida qabul qilasiz. Marhamat. Mushtariy Begim, marhamat. Sensiz böysün tumarım Tom kurşanda uçup baratıranım Taş bor belen jürögümde merin yok Ayasançı meni sügen tumarım Tumarım Ay tumarım Ayasançı meni sügen tumarım Kaynap çıkan mahabat Günden günde kaygı kapa carata Senin attın seni sökemelesin Yüreğimde dumar dolup saftalan Dumarım Ay dumarım Yüreğimde dumar bolup kadalar Sensiz böysün tumarım Tom kurşanda uçup baratıranım Taş bor belen jürögümde merin yok Ayasançı meni sügen tumarım Tumarım Ay tumarım Ayasançı meni sügen tumarım Ay tumarım Ayasançı meni sügen tumarım Tumarım Ay tumarım Ayasançı meni sügen tumarım Rahmat, salomat bo'ling. Mushtariy Begim, xush kelibsiz yana bir bora. O'zim uchun qiziq bo'ldi. Hozir qizlardan so'rab oldim. Tumorim deyapsizmi yoki qiz bolaga qaratib aytilgan bu murojaatmi? Yo'q, bu sevgilisiga nisbatan aytilgan qo'shiq. Bu qiz sevadi. Yigit sevgisini qabul qilmagan ma'noda-da. Tumorim, meni ehtiyot qil. Men seni suysam, sen meni sevmayapsan degan ma'noda-da. Ko'zmunchog'im degan ma'noda. O'sha tumor belgisida yurakda saqlangan bir muhabbatini aks ettirgan. Qiz bola. Tushunarli. Mushtariy Begim, o'zingiz ham o'sha mana shu qo'shiqni ijro etish barobarida qirg'iz tilini ozmi ko'pmi tushunadigan, biladigan bo'lib qolgan Qirg'iz tilini bilaman. Voy, barakalla, ajoyib. Onamlar qirg'izistonlik, dadamlar o'zbekistonlik. Keyin bo'lmasam sizga bitta imkoniyat beramiz. Ko'rsatuvimizning so'ngida bitta qirg'izcha, tojikcha, o'zbekcha bitta tilagingizni, bayram tilagingizni aytishingiz mumkin. Mana birinchi kameraga. Tojikchani ham bilasiz, o'zbekchani bilasiz, qirg'iz tilini bilasiz. Ajoyib. Marhamat. Men sizlarni bayram menen qutlaqlayman. Men sizlarni do'stlik bayrami bilan chin yuragimdan tabriklayman. Bu bayramda ishtirok etganimdan juda ham xursandman. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Aytganingiz kelsin.
Rahmat. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi kun, bugungi tarixiy sana albatta har bir yurtdoshlarimizga, har bir qardoshlarimizga qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Albatta mana shu chegaralarning ochilishi bu bizga atalgan, qolaversa qardoshlarimizga atalgan ajoyib sovg'a bo'ldi, to'g'rimi Barno? Albatta, aytganingiz kelsin. Qizlar, bugungi ishtiroki uchun minnatdorlik bildiramiz. Bayramimizga o'ziga xos fayz qo'shganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz va chin dildan umid qilamizki, bugungi dasturimizda yuzaga kelgan, biz mana shuni amalga oshira olgan do'stona munosabatlar, yuqori kayfiyat, qalbimizdagi mehrlar sizning ham har biringizning xonadoningizga, qalbingizga ko'chgan bo'lsa, ne ajab. E'tiboringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Bir-biringizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.